Sen yaxshi ko'rgan hamma inson ham seni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Unga nisbatan qalbing sof bo'lsa ham, uni qalbi senga nisbatan sof bo'lmasligi mumkin. Ya'ni mana shunday narsaga tayyor tur deyapti Imom Shofiy. Sen yaxshi ko'rganki odam seni yaxshi ko'ra olmasligi mumkin. Seni qalbing sof unga nisbatan, lekin uniki sof bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisini shu yerda aytib o'tamiz. Bir odamni yengilroq yaxshi ko'rgin. Ehtimol bir kun yomon ko'rib qolishing bor. Bir odamni yengilroq yomon ko'rgin, bir kun nima bo'lib qolishi bor, yaxshi ko'rib qolishing.